Mehmon dasturxoningiz ko'rki bo'la oladigan, zakazga tayyorlaysiz sizga yaxshigina daromad olib keladigan sheyx salatini eng ideal retsepti bilan bo'lishaman. Qariy qilib to'g'ralgan mol go'shtimizni qizib turgan yog'da yaxshilab qovurib, suvlari qolmagach, tuz, koreys tuzi va maydalangan chesnok solamiz. Bir osh qoshiqda soya solib, yaxshilab aralashtirib, yarim piyolada suv solib 10 minutga dimlab qo'yamiz. Go'shtimiz pishgungacha salatimizni aralashtirishga qulay bo'lgan katta roy idishimizga to'g'ralgan svetofor bolgarskiy tuzlangan bodring, cheri pomidor, mayda konserva qo'ziqorin, qizil piyoz, ko'katli hamda guruhimizni solib, ketidan pishgan go'shtimizni sovolamiz. Oxirida sheyx salatini eng asosiy fishkasi bo'lgan souslarni sovolamiz. 1 osh qoshiqda teriyaki sous, 1 osh qoshiqda soya va 2 osh qoshiqda aroidi sous solib yaxshilab aralashtirib, mehmon dasturxoniga tortamiz. Videolarimda foydalanadigan idish, tovoq, qozon tava va kichik maishiy texnikalarimni hammasini Maromikuz do'konidan xarid qilaman. Sabab narxlar juda ham hamyonbop va do'kon juda ham qulay lokatsiyada joylashgan. Do'kon manziliga keladigan bo'lsak, shundoq Samarqand Darvoza savdo majmuasi ro'parasida joylashgan, sizlarni ham kelishinglarni tavsiya qilaman.